Bismillah, assalomu alaykum. Bugun sizlarga tanishtirib o'tadigan mahsulotlarimiz har xil turdagi urug'larni ekish mahsulotlari, ya'ni selkalarimiz bo'ladi. Bularda bizda har xil turdagilari bor. Bularni bir marta sizlarga tanishtirib o'tamiz. Qani ketdik. Ushbu mahsulotimiz birinchi eng kichkina mahsulotimiz bo'lib, barabanli 12 ta urug' ekish nayzalari bilan jihozlangan bo'lib, bu har xil turdagi loviya, mosh, makka, shunaqangi yirikroq, dukkakli mahsulotlarni ekib berishga xizmat qiladi. Bularda mana ko'rib turganlaringdek o'zini ustiga terib qo'yganlarimiz qoliplari bor, har xil razmerda. Shu kattaroq qizil loviyalar bo'ladi yoki bo'lmasam shunga o'xshash kattaroq bir donli mahsulotlar yoki bo'lmasam shunga qarab kichrayib ketadigan makka, mosh, loviya, kichkina oq loviyalar, shularni ham bemalol ekib bera oladi. Endi o'zingizga kerakli nasatkani qo'yib ishlatsangiz bo'ladi va yonida shunaqangi urug' solish bunkeri bilan ham jihozlangan bo'ladi. O'bshi hisobda hammasini hisoblaydigan bo'lsangiz, bunda 8 ta urug' nimalari bor, nasatkalari bor, 8 xil urug'ga moslashgan razmerlari bor. Ichida o'sha o'zingizga kerakli bo'lganini uстановка qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi, yonidan almashtirsangiz bo'ladi va ko'rib turganlaring yonida o'sha urug' ekish bunkerlari. Ushbu selkamiz barabanli bir qatorli deyiladi. Bunimizning narxi esa bugungi kunda 1.250.000 so'm tashkil qiladi. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari mavjud. Endi navbatdagi turdagi selkalarimiz esa mayda urug'larga moslashgan bo'lib, bular sabzi, piyoz, hop, shunaqangi mayda xullas reziska ko'katlar urug'larini chiroyli qilib ekib bera oladi. Har xil turdagi ko'katlardan misol uchun, hop, ekib bera oladi. Mayda urug' bo'lsa xullas bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek, o'zidagi nasatkalari 3 xil turda bo'ladi. Shu yuqorida o'ziga terib qo'yganlarimiz 2 xil turdagisi va eng maydasi o'zida hozir uстановка qilingan holatda turibdi. Bunkerlarida 3 qator, 3 ta bunkerlik olgan odamlarga ichida o'sha zapaska shu charxlari va sho'tkalari chiqadi. Endi buni ancha-muncha hozir joylarda topilmaydigan sifati, noyobroq asobiy jihatlari bizdagi selkalarda e'tibor berayotgan bo'lsalaring, g'ildiraklari splashnoy katta bitta bo'ladi. Ya'ni orasi uzuq-uzuq, yerga botadigan emas, splashnoy bo'ladi. Bu yerga botib qolmaslikda yaxshi xizmat qiladi sizga. Loyroq yer bo'lsa ham yoki yumshoq yerlar bo'lsa, botib qolib, turpoqqa kirib qolib, sizni qiynamaydi. Buni bizda hozirgi kunda 3 qatorligi bor, 4 qatorligi, 5 va 6 qatorliklari mavjud. Har bittasi o'ziga yarasha o'sha boshida tanishtirib o'tganlarimiz qo'shimcha detallari bilan, nasatkalari bilan jihozlangan bo'ladi. Bemalol bir kishi misol uchun 2 gektar yerda urug'ini bemalol bir 2 soatda ekib olsa kerak, yaxshi harakat qilsa. Xullas buni ichiga urug'ni solib olib yetalab yursa bo'ldi. Yetalab yurganda ham urug' ekilaveradi. Ancha ishlaringiz osonlashadi. Misol uchun 1 gektar yerga 10 ta ishchini qo'yib yuborib bittadan ekib chiq, sepib chiq desiz, ancha-muncha vaqtingizni ham olishi mumkin, uncha-muncha rasxodga ham chiqishi mumkin misol sizni bu. Bitta olsangiz bir necha mavsum bemalol sizga xizmat ko'rsataveradigan mahsulotlar bo'ladi. Endi bularda eng shirali joyi narxlariga keladigan bo'lsak, narxlar 3 qatorlilarimiz oldin $350 gacha sotilgan. Hozirgi kunda $250 qo'ydik. Qolganlari $100 dan oshib boraveradi. Ya'ni 3 qatorlilarimiz $250, 4 qatorligimiz 350, 5 qatorligimiz 450 va 6 qatorlilarimiz $550 tashkil qiladi. O'zbekiston bo'yicha dastavkalari mana shu avgust oyining oxirigacha, ya'ni 1-sentyabrgacha xuddi shu aytgan narxlarimiz ichida dastavkasini bepul qilib beramiz. Qolgan oylarga o'sha aksiya kuchini yo'qotib, faqatgina bez dastavka narxlari bo'ladi bu narxlar. Aytib o'tgan narxlarimiz ichida hammasini dastavkalarni o'z ichiga oladi. Shu qatorda mahsulotlarimiz ham sifatlarga e'tibor bergan bo'lsalaringiz, korpuslarida plastmassa ortiqcha nozik joylari yo'q, hamma yo'llari temir bo'lib jihozlangan. Misol oldingilarimizda sotganimizda o'zimizda ham misol o'sha noqulaylikni his qilganmiz. Mana bu ruchkasini ulanadigan qismlari plastmassa bilan ulanardi. Bu quyoshda yoki bo'lmasam sal qo'polroq harakat qilinganda plastmassa sinib qolishi mumkin edi. Endi uni chorasi bo'lgan, misol turba kiygizib o'rniga qoplama qilsa bo'lgan-ku, lekin o'sha ham noqulaylik edi. Hozir esa shu zavodskiy holatda polностью temir korpus bilan jihozlangan va undan oldingi versiyalarimizda o'sha g'ildiraklari alohida bo'lgan edi. Bularda splashnoy chiqyapti. Xullas, bizdan uzoqlashmanglar, kanalimizga like, parcha tugmalarini bosib qo'yib, bizdan bundanda yaxshiroq bo'lgan yangiliklarni kutishda davom etinglar. Albatta, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Biz uchun sizlarning fikrlaringiz juda ham muhim. Sizlar uchun Starmax Business House doim xizmatlaringda. Aytgancha, videoda oxirigacha ko'ringlar albatta, chunki biz videoda oxiriga bu selkalarimizni terilishi, sochilishi, xullas bundan foydalanish o'sha polностью instruksiyalarini ham joylab qo'yamiz. Yana videoda oxirigacha ko'rmasdan o'sha shirali joydan bebahra qolib qolmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
安装保证盒，先扣前面，然后把后边压一下，扣上去。这个位置的齿轮一定要对好，卡到链条上。这个更方便了。好像没意思了。调节深度，先需要把这个螺丝松一下，松一下，再把后边这个松掉。把它松开以后啊，这个上下滑动你可以自由调节。调节好以后，把它固定住，然后把这个螺丝再紧上。调珠具，把这个盒子拆开。中间有个螺丝，拆掉以后把这盒子拿下来，调珠具换齿轮，主要是换齿轮。就这个珠具表啊，都有发给你。第一行是后轮，就是后边这个齿轮；第二行是前面这个齿轮。如果说前面是11个齿，后面11个齿，它的珠具你换成10个孔的，它的珠具是10厘米；换成20个孔的，珠具就是5厘米；你换3个孔的，就是33厘米。如果说你前面是前面14个齿，后面是9个齿。这个如果说是9个齿，这个是14个齿，它出来的珠具你看一下，3孔的是21厘米，10孔的是6厘米，20孔的就是3厘米。Bizim manzilimiz Marg'ilon temir yo'l vokzali chorrahasidan 50 metr yurib kelsangiz Starmax O'zbek Turk Xitoy savdo uyi, ya'ni Starmax Business House. Kimgaki shunaqangi mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz, yetib kelishlaringiz mumkin. Vohadan, qo'shni viloyatlardan keladigan mijozlarimiz esa shunday temir yo'l vokzalida poyezdda kelishsa, chiqishadi-da vokzaldan bizga kelishadi. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.